Boy aka yangi Cobalt style, yangi charmxo'sh yumshoq balonlar bilan taqib qo'yishdi. Videoga bitta like bosib qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin. Hali ham bosmadingiz, bosing bitta. Sizga shuncha mashinalarni ko'rsatib boramiz, lekin ko'rib turib ham arzon birovga podpiska bosmaysizlar. Telegramga borku, rosa ham ko'p video qo'yapmiz-da, mashinalar qo'yib boryapmiz. Telegramda yozib qo'yamiz. Telegramga o'tib turib, mashinalarni baraka qilishingiz mumkin. Instagramda 3 ta 4 ta video qo'ya olamiz, boshqa qo'ya olmaymiz. Shuning uchun Telegram degan joyga bosib turib, Telegramga o'tib olishingizdan so'rab qolamiz. $12.100 2024-2025 Cobaltimizni olib maza qilib minishingiz mumkin bo'ladi. Style varianti ABS, diska, mafon hammasi bor. Hattoki mana shu bamperigacha top-toza ekan. Endi mashinamizning ichki qismi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Like bosdingiz-a? Bosib qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, mana ko'rasizmi? Laminatsiyalargacha qilib qo'yilgan, chexol, polik, laminatsiya, mana video registratori ham bor ekan, antiradarni lekin olib qolishar ekan. Orqalarini ham qarang mana. Hattoki mana shu joyga mana zashnilarni ham qo'yib qo'yishdi. Mana qarang, mashinani akkuratni minib qo'yishgan ekan. Mana orqalarini ham ko'ring, mashinani. Mana bir tekisda bo'lib turibdi. Nima deyapti endi? 12.100 ga bormi? 24-25 8000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamiz ideal holatda. Srochniy bosib olinglar. Srochniy shu videoni ko'rasizlar, srazi podlisa tugmasi. Videoni telefonlarning o'ng tarafida, eng oxirida podlisa, ya'ni samolyotcha bor. Samolyotchani bosib turib, Cobalt olaman deganda sizga srochniy jo'natib qo'ying. Bunaqa tayyor Cobalt $12.100 ga menimcha yo'q. Bosinglar.